Yaxshilikni qilib suvga ot. Bu idishdagi suvni insonning tabiati deb olamiz. Mana bu quruq salfetka yomonlik, bu esa yaxshilik, sochoq yaxshilik. Agar kimgadir yomonlik qilsang, u darhol ko'rinib qoladi. Nami ko'rindi, tez tortib oldi yoki o'zing ham yomonlikka yaqin yursang, xuddi shunday tez tortib olasan. Yomonlik insonni tezroq jalb qiladi. Lekin yaxshilik qilish biroz qiyin. Mana qara. Sochoqni suvga tashlaganim bilan u birdan bo'kib qolmaydi suvga. Yaxshilik ham xuddi shunday sekin samara beradi. Yomonlik qilganingda birdan yuzaga chiqib, hammaga bilinib, ko'rinib ketadi. Lekin qilgan yaxshiligingni birdaniga birov bilmasligi mumkin. Bilmagani qaytamga yaxshiroq. Ham yaxshi yo'lda yurish biroz murakkabroq. Shuning uchun quruq salfetkada emas, imkon qadar sochoq emas, aslida selofan paketday bo'lsang, mutlaqo nima bo'lganing bilinmaydi. Va yaxshilik qilganingda, yaxshilik qilgan odamingdan ham kutma yaxshilikni. Maqol bor-a, yaxshilikni qilib suvga ot. Baliq biladi, baliq bilmasa, Xoliq biladi.